Assalomu alaykum. Bugun ko'plik polga direkt ходовой klapani o'rnatish haqida gaplashamiz. Mana shu narsa funksiyasi juda ham yaxshi narsa. Bundan to'g'ri foydalangan bo'lsangiz, sizga xotirjamlik, ko'plik pollar siz aytgan gradusda siz xohlaganda ishlayverishni ta'minlaydi. Bitta bu videoni qilishimizning sababi ko'pchilik uchalarimizda hatto bu narsani nimaligini bilmas ekan, qanday ulanishdan hatto bexabarlar bor ekan. Shuning uchun ko'pchilikka foydali bo'lsin deb boshladik. Xo'p, ulanish sxemasi mana bu yerda ko'rsatilgan. Sxema bo'yicha hop mana bu ko'plik polga keladigan отопление koteldan keladi, podacha issiq suv. Mana bu obratga qaytish sovuq suv, sovigan suv sistemada sovigan suv. Qaytib boradi. Bu yoqqa kelgandan keyin mana ko'plik pollar o'zi kontrol bo'yicha aylanib qaytib chiqib ketaveradi, aylanadi. Xo'p, buni vazifasi nima? Buni vazifasi mana tepasida 45 yozib qo'ygan. Mana shu narsani ulaganingizdan keyin siz qo'yib qo'ygan gradus bo'yicha ko'plik polga kerakli harorat qilib turadi. Bu narsa nimaga kerak? Radiatorlarda 70-80-90 gradus ishlasa mazza zo'r issiq chiqadi. Ko'plik polga buni gradus berayotgan bo'lsangiz, texnik muammolar hisobga olmayotgan bo'lsangiz, oyog'ingizga poliz yurolmay qolasiz. Endi stechka olishi, kafelar ko'tarib olishi, turbalar olib ketishi u alohida avariyli holatda emas. Ulanishiga qaytamiz. Ulanishi. Koteldan issiq suv kelyapti, podachasi bunga ulanyapti. Mana bu yerdan qaytib obratga, liniya kotelga ketadigan qo'shib qo'yiladi. Bundan chiqishiga mana bu yerda o'zi ko'rsatib qo'ygan juda oddiy sodda tushunarli qilib. Tepadan suv, pastdan sovuq suv kelyapti obratga, aralashyapti. Siz qo'ygan gradusda aytaylik mana 40 gradusga 40 gradusda tayyorladi. Yo'ldan asos haydaydi kollektorga qarab. Kollektordan liniyalar aylanib ketdi, o'sha sistemadan aylanib bu yoqqa ketadi. Bunisidan aylanib bu yoqqa kiradi. Bo'ldi, shu bilan qaytib chiqib ketadi. Bu narsa nimaga kerak? Aytaylik, siz koteldan 70-80 gradus kelyapsiz, 40 qo'yib qo'ygansiz. 40 qo'yib qo'ygan 40 gradusda ushlab turish uchun bu yarim issiqlikda bu yoqdan oladi. Yarmini bu yoqdan oladi. Agar mana bu qaytayotgan 40 gradus o'zi qoladigan bo'lsa, mana bu liniyani bekitadi, faqat bu tarafda o'zi shu yerda o'zi aylantirishni boshlaydi to harorat pastlamaguncha. Xo'p, bu yoqda gidrokollektor boshqa terilgan joylarda shuni o'rniga mana bunaqangi hop pogrujniy relaydan foydalanayotganlar bor. Bu bilan ham qisqa bo'ladi. Asosiysi siz bitirib ketganingizdan keyin klient xotirjam mazza qilsa bo'ldi. Yana xudo xohlasa kerakli videolar bilan yana bo'lishib o'tamiz. Hozircha salomat bo'linglar.